Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yangi futbol kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga 1-3 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro hamda Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi qanday fikrlarni bildirib o'tishdi. Biz sizlarga ularni taqdim etamiz. Demak, bosh murabbiy Fabio Cannavaro qanday fikr bildirganiga to'xtalsak, O'zbekiston terma jamoasining o'yini haqida Fabio Cannavaro shunday fikrlarni aytib o'tdi. O'yin qiziqarli o'tdi. Ikkinchi bo'limda biz o'yinni o'zgartirishga erishdik. Chap qanotdan imkoniyatlar yaratdik. O'yin nazoratini o'z qo'limizga olishga harakat qildik. Avvalambor biz O'zbekistonni butun dunyoga ijobiy namoyish etish uchun bu yerga keldik. Men doim jamoamga o'yin davomida faol harakat qilish kerakligini aytib kelaman. Kolumbiya singari jamoalarga qarshi o'ynash, to'psiz harakat qilish oson emas. Umuman olganda ikkinchi bo'limda yaxshi harakat qildik, biroq afsuski gol o'tkazib yubordik. Biz bu stadionda o'tgan ushbu o'yinni eslab qolamiz, chunki bu tarixiy o'yin. Biz jahon chempionatidamiz. Bugungi o'yin biz uchun yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Xatolar bo'ldi, ular ustida ishlaymiz. Futbolchilarimdan g'ururlanaman. Ular yaxshi o'ynashdi. Bugun qiyin o'yin bo'ldi. Bunday stadionda muxlislar qarshisida o'ynash oson emas, lekin bu sizga ko'proq motivatsiya berishi mumkin, dedi Fabio Cannavaro. Hamda Fabio Cannavarodan keyin Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi ham o'zining fikrlari bilan o'rtoqlashgan. Kolumbiya bosh murabbiyi O'zbekistonga qarshi uchrashuvdan so'ng nimalar dedi? Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo O'zbekistonga qarshi bahsdan so'ng fikrlarini o'rtoqlashdi. Oson bo'lmasligi aniq edi. Biz hisobdagi farqni yanada yirikroq qilishimiz mumkin edi, biroq raqib juda yaxshi harakat qildi. Tartibli va himoyada zich o'ynashdi. Bu esa bizga hujumda qiyinchilik tug'dirdi. Kuchni behuda sarflamaslik kerak. Vaziyatlardan unumli foydalana olmadik va to'p nazoratini ushlab turishda qiynaldik. Nazarimda jamoaga yangi kuchlar kiritish kerak edi va buni amalga oshirganimizdan so'ng o'yinimiz ancha yaxshilandi. Luis Diaz, Daniel va Hamiltonlarning gol urishgani biz Nazarimda jamoaga yangi kuchlar kiritish kerak edi va buni amalga oshirganimizdan so'ng o'yinimiz ancha yaxshilandi. Luis Diaz, Daniel va Hamiltonlarning gol urishgani bizni quvontirdi. Bu keyingi o'yinlar oldidan bizga katta ishonch bag'ishlaydi. Biz deyarli markaziy himoyachilarimizni maydon markazigacha chiqarib o'ynatdik. Haqqoniy g'alabaga erishdik va bu bizga xotirjamlik bag'ishlaydi, deb fikr bildirdi Kolumbiya bosh murabbiyi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Kolumbiya terma jamoasi keyingi o'yinni Kongoga qarshi o'tkazadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi esa Portugaliyaga qarshi. Albatta, birinchi o'yin hammadagi hayajonlar ketdi deb o'ylayman va keyingi o'yinda O'zbekiston terma jamoasi o'z potensialini eng yuqori darajada ko'rsatib, Portugaliyaga munosib qarshilik ko'rsata oladi deb umid qilaman. Ammo bugungi o'yin hisobidan olib qaraganda yomon o'yin ko'rsatmadik, chunki bir bor gol kiritdik va ushbu vaziyatdan keyin durangga yarasha o'yin ketayotgan edi. Umuman olganda biz durangga munosib ham edik, ammo ba'zi bir yo'l qo'ygan xatolarimiz tajribaning kamligi tufaylimi yoki o'yinchilarimizning o'sha yo'l qo'ygan xatolari bizga qimmatga tushdi. Albatta, keyingi uchrashuvlarda bularni to'g'rilaymiz degan umiddaman. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmagan holda biz videoni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling.